Samarqand viloyati Shishton tuman Boylata qishlog'ida mana Andijon qora tovuqlarini boqishda yo'lga qo'ydik. 1 oyligida olganmiz. 2-oy to'l. Xudo xohlasa mana 5 oyligida tuxumga kiradi 2000 ta. Ularning soni hozir mana tomorqaga qo'yib yubordik. Mana chiqishiga e'tibor bering bo'lardi. Boylata qishlog'imizda ham mana biznesmenlar ko'payapti sekin-sekin. Xudo xohlasa tuxumchilik yo'nalishida qildik bu Andijon qora tovuqlarini. Xudoga shukr, hammasi zo'r, sekin-sekin kattarishyapti tovuqlarimiz. Yeyishlari ham yaxshi.